Do'stlar, bu vino emas, bu isoq mana, isoq. Qip qizil bo'ladi. Qalampir ham bor ichida mana. Qalampir qo'shilgan mana ko'rishlar mumkin. Daraxtga ham ishtahasini ochadi. Bu qalampir juda ham kerak narsa. Do'stlar mana isoq, qalampir solingan isoqlar. Bu isoq quyish davri keldi do'stlar. Kuzatishda davom etinglar. Mana bugun bog'imizga isoq sepamiz. 25 litrda 4 ta mana. 100 litr quyiladi. Keyin dorimiz tayyor bo'ladi. Faqat isoqni o'zi, lekin isoqni agar bizdan oladigan bo'lsalaring, zahar qo'shish shart emas. Mana isoqni rangini ko'rasizlar, hep qizil. Kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Daraxtlar mana oxirigacha cho'mildi, mana oqiyapti mana. Xuddi shunday holatda cho'miltirishlarini tavsiya qilaman. Negacha oqib ketish kerak mana. Mana ko'ryapsizlar, mana oqib shuvar, mana oqib yotibdi mana. Isoq asosan qalqondor, shtopka, manilos, qora o'zik, yelim, hammasi 12 xil turdagi hozirgi kunda rivojlanishi mumkin bo'lgan barcha hasharot kasalliklarga qarshi kurashadi. Mana do'stlar, gilos bog' isoq sepish jarayoni mana. Adamni xuddi mana shunday qilib cho'miltirib chiqiladi. 3 metrgacha bo'lgan joyini daraxtni to'liq cho'miltirib chiqish kerak. Mana ko'rishlaring mumkin. Daraxt to'liq cho'milib chiqyapti. Kuzatishda davom etinglar do'stlar. Mevalarimizni birga yetishtiramiz.